Sen de. Berat ağa tebrikimiz mübarek olsun. Rahmat. Dinlen şamallat versin. Sen beni yetersin. Beraber çıkalım. Oğlum sen etmezse bu büyükten tartışmadı abi. Yok işte dur. Allah kutlanmasın dinizden. Hadi. Hadi. Otur asma. Bir dakika. Ha. Bu hedef vermesi. Sidi yap ya ondan sonra Nerede? Yanı tutup yap beyle vermesi. Yaxşı ne tek? Kilidini atamiz. Ha. Oldu mu? Ah. Bir, iki, üç. Dünyada chazorni gördüngizlar. Allah uchun bir ichingizdan bir niyat qilsangizlar, bir chiroyli qarsak bo'lsa boshlayveramiz. Qani? Hisob bizanikilar. Assalomu alaykum. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Albatta Pepsi kompaniyasi o'zlari bilan ishlashib turgan hamkorlari bilan, ya'ni tadbirkorlar bilan mana shunday bir kayfiyatli bir zo'r yutuqlarni qo'yib turibdi. Bugun mana shu yutuqlarni hamma vaqt egalarına topshirganimizda odamlarning o'zlarini bir chiroyli emotsiyalarini ko'ramiz. G'ayrata haqiqatdan xursand bo'lib turibsiz, ishonavering. G'ayratimizni bugun omadli kuni, omadini sherik bo'lib turgan hamma qani qarsak bo'lsin. G'ayrata keling endi mana. G'ayratani avvaldan hammamiz yaxshi taniymiz. Bozorda tadbirkorchilik qiladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Kichkina vaqtimizdan beri boramiz. Mutana marojni berganini ko'rmadik lekin mutana biz injinli mashinalarni berib turibmiz. Ko'rib tursiz, ko'rdingizmi? Menga kim pul bermasa men bakun obratni ko'p pul berib ketadigan bo'laman. Xarakterim shunday. Osh bilan urib ketamiz. G'ayratimizni tabriklaymizmi? Yine egasi geldi. G'ayrata ishimning bir narsani aytchakmandan Allohning nazaridan tushsangiz ishimdan mashinalar keladi. To'g'ri emasmi? Ama bugün hoji onalarimiz yanımızda keldilar. Keling